Agar sizda shunaqa pribor bo'lmasa, ya'ni multimetr shunaqa tekshiradigan bo'lmasa, yana bitta variant bor. To'pli polizni butunligini tekshiradigan bitta variant bor. Bu shunchaki mana bunaqa klem olasiz. Pitaniani termoregulyatordan uzasiz. Bunaqa klemma bilan yaxshilab to'pli polni pryamoy ulaysiz. Bu endi pryamoy tokka ulash deb nomlasak bo'ladi, oddiygina. Pryamoy tokni albatta ehtiyot bo'lib avtomatdan uzilgan holatda uni ulaysiz. Faqat rangiga ulaysiz adashmasdan. Bu videoda akkuratni sekin ko'rsatyapti. Eslatib o'taman, bu o'zimning video emas, juda ham ko'p savollar, telefonlar bo'lganligi uchun zo'rg'a qidirib shu ruscha formatdagisini topib, qo'ldan kelgancha tarjima qilib tushuntirib qo'yyapman. Deylik, minusni minusga, plyusni plyusga qilib yaxshilab videoda mana ulayapti. Shuni ulaymiz. Ana keyin tokka suqamiz, pitaniya beramiz, ya'ni. Bu endi stolda tekshiryapti, biz ko'pincha kafel tagida qolib ketadi va ishlamayapti degan savollar bo'lyapti. Keyin yarim soat kutamiz. Ba'zi paytlari 1 soat, 2 soat ham kutamiz. Shu pryamoyda ishlasa, kafel qizib issiq chiqsa ishlayotgan bo'ladi. O'shanda ham yo'q, umuman kafelingiz sovuq bo'lsa, issiqlik bermayotgan bo'lsa, ishlamayotgan bo'ladi. Tamom shu holatda ham tekshirib ko'rsa bo'ladi, to'pli polda ishlayotgan, ishlamayotganligini ham. To'pli polda nima uchun ishlamayotganligini sababi, ustalar agar deylik bilmasdan urib qo'ysa, kafel yopishtirayotganda o'sha kabelni qattiqroq urib qo'yib, bosilib, qattiq jismni bosib qo'ygan bo'lsa, bilmasdan mana tok tegadimi? Qattiq atverka qolib ketadi, shpatilsiz bosasiz. Shu unga zarar tekkan bo'lsa, o'sha holatda keyin shunaqa ishlamaydigan bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa gaplar. Shuning uchun shu holatda tekshirasiz. Rostdan ham kafel tagidagi to'pli po'st ishlayaptimi, yo'qmi?